Kichkimda uyimiz odatdagi bir qavatli uy edi. Bu chog'larda uylarning ustini to'plabla yopatdik. Bu chog'larda nima ish ekan, yomg'ir bak ko'p yog'adi. Har qaytim qattiq yomg'ir yog'ib ketgan chog'da dadam bilan ishkimiz chiqib, uyimizga soliyo yopatdik. Dadamga aytdim: "Dada, bizning qachon ustlar qonaltirliq dachidek uylarimiz bo'lar" deb. Oradan oylar o'tib, yillar o'tib, haqiqatan dachidek uylarimiz bo'ldi. Yomg'ir yog'ishdan, hatto qor yog'ishdan manzirmaydigan bo'ldik. Qarmi tozlamaymiz, yomg'ir bilan karimiz yo'q. Turmushimiz nihoyat xotirjam, intayin ko'ngilli. Lekin mana shunday chiroyli ayvon saroylarda o'ltirgan vaqtimizda qadrli dadamizdan mangulik ayrildi. Agar menga tanlashni berishni to'g'ri kelsa, men mushlarning hammasidan voz kechishni xohlaydim. Mushlarning hammasidan ayrilishni xohlaydim. Mushlarning badaliga ash suyimlik, mehribon dadam bilan oddiygina jafoliq turmush kechirishni tanlaydim. Yaşagankenmiz, amini o'lib ketamiz. Lekin ota-ona bilan daqamda yashagan shu kunlarga hech nimani tan qilolmaydi ekanmiz. Yo'q vaqtida ata, ona deb yig'lagandan, ba vaqtimizda mana deb barimizni atashni unutib qolmaylik.